shkapi ishlamaydi. Mana sizlarga arzon gostinitsaga kelishi oqibati. Bunda men shu yerda yashadim oxir. Sababi bu o'zingiz bilasiz, o'zim xohishim bilan bordim. Har xil tur firmalar har xil joydan har xil reklamalarni olib turib 200-300 dollarga chiqarishadi. Rasm o'tdi, boshqacha bo'ladi. Shuni xalq aldanib qolmasin deb turib, men spesial shu gostinitsaga eksperiment tariqasida bordim. Videolarni ko'rsatamizmi? Bemalol. Ko'ringlar, baho beringlar, 200-300 ga reklamaga uchib boriladigan mehmonxonaga bordilar aka. Reklamasida chiroyli rasmlar, chiroyli videolar bo'ladi. Aldanib qolmanglar. Foizga kelsanglar zo'r bo'ladi. Televizorni ham teskari qo'yib qo'yishgan. Voqea bu yoqqa chiqyapti. Gostinitsaning izumikasi. Mana. Assalomu alaykum, bratim. Shu kunlardan suv ichgan bo'larmi deylar. Salatlari ham qolmabdi. Yostiqlari sasib yotuvdi. Mana musorlar. Mana hech qanaqa gigiyenik kanaqalari yo'q. Shu bu kravatda yotqizam kelmaydi. Bilmadim klappa bormi yo'qmi, hozir endi tekshirishim kerak buni. To qilishyapti. Hech qanaqa antisanitariya yo'q. Gostinitsa antisanitar holati. Qatlarga kelib qoldim, voydot. Tarelkalari. Buni gostinitsa haqida fikringlar qanaqa? Yoqdimi? Mana o'sha mashhur har doim O'zbekistondagi ba'zi tur firmalar reklama qiladigan gostinitsaga kelib ko'rdim. 350, 400, 500 dollarlik gostinitsalarga ishonmanglar. Kelib o'tirmanglar. Oiz tur firmasida hech qanaqa ishlamayman. Oiz tur firmasida men turistman. Meni tanlovim keyingi safar ham chiqadigan bo'lsam, конечно, Oiz tur firmasi bo'lib qoladi. Meni Oiz tur firmasiga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Bu gostinitsaga kelishim asosiy sababi ham ochiqchasiga aytaman. Sizlarga haqqoniy o'ziflarni ko'rsatib, bir xil odamni kelib boshqa tur firmalardan olib aldanib qolishayotganligi uchun shu tanlovni qilgan edim.